Assalomu alaykum. Demak, bugungi mavzuyimiz integrallar. Xo'p, demak, bu ikkita integral formulasidan foydalanib, ba'zi bir integrallar misollarni ko'ramiz. Demak, integral ostida x taqsim ildiz ostida 1 x kvadrat ifodasi berilyapti va bu narsa teng arc sin x plus a. Demak, arc sin x bu yerda mana shu 1 taqsim ildiz ostida 1 x kvadrat ifodasining integrali hisoblanadi. Xo'p, demak, integral ostida dx taqsim 1 plus x kvadratning integrali. Demak, nimaga teng bo'lyapti? Arctangens mana shu x ni arctangens x plus s. Demak, bu yerdagi x aynan arctangens x ga va 1 taqsim 1 plus x kvadrat x ham arctangens x ga o'tib qolish kerak bo'ladi. Xo'p, demak, bu ikkalasiga to'xtalganimda sababi oxirgi paytda buni savollari juda ham testlarda ham yoki milliy sertifikat savollarida ham juda ham ko'p uchraydi. Demak, boshlaymiz soddaroq misollardan dastlab. Masalan, birinchi misolimiz 1. Xo'p, integral ostida dx taqsim masalan aytaylik 1 plus 4x kvadrat shaklidagi integrallash formasi berilyapti. Misol berilyapti. Shuni integralni topishimiz kerak. Xo'p, demak, integral dx taqsim 1 plus 4x kvadratda biz mana shu holatga olib kelishimiz kerak bo'ladi, bu holatga. Hozir bu yerda ildiz yo'q, demak, bu arctangens holatining integrali. Demak, integral ostidagi mana shu dx ni oldida demak bir o'zgarish qilamiz. Ya'ni bu suratni va mahrajni 4 ga bo'lib olish mumkin yoki bo'lmasam suratni o'zgartirish ham qilish mumkin mana bunday holatda. 1 taqsim 2 ko'paygan 2 ko'paygan dx taqsim mahrajda 1 plus 4x kvadrat. Demak, bu yerda soddalashtiradigan bo'lsak, demak, teng albatta. Bu ikkini differensiallashga, ya'ni olib kirish, d ga olib kirishda, demak, integral osti 1 taqsim 2 turaveradi. Ya'ni differensialga olib kiradigan bo'lsak, bu d demak 2x holatida qoladi. Ya'ni d ni burchagiga bu yerdagi koeffitsiyentni kiritish mumkin bo'ladi. Mahrajda esa 1 plus 4x kvadratni yozib olish mumkin. 1 plus 2x ning kvadrati va mana shu joyda mana d ni burchagidagi va bu 2x belgilash kiritiladigan bo'lsa, demak, integral osti 1 taqsim 2 d t taqsim 1 plus t ning kvadrati holatiga keladi. Xo'p, 1 taqsim 2 ni integraldan chiqarib olsa ham bo'ladi. 1 taqsim 2 integraldan chiqarib olsak, integral osti bizga qolyapti dt taqsim 1 plus t ning kvadrati. Va bunga yaxshilab e'tibor berilsa, bu mana bunday holatga kelgan. Ya'ni dx taqsim 1 plus x kvadratning integrali arctangens x bo'lsa, bu yerda dt taqsim 1 plus t kvadrat integrali, demak, arctangens t ga o'tish kerak bo'ladi. Demak, buning integrali arctangens t plus s. Faqat tanoni qaytarib qo'yib qo'yasiz. T demak, bu yerda mana 2x o'sha t deyilgan, demak, biz tanoniga 2x qo'yamiz. 1 taqsim 2 arctangens tanoniga nima qo'yib qo'yamiz? 2x qo'yamiz. Javob 2x plus s. Mana shu javob bo'ladi. Javobimiz demak 1 taqsim 2 arctangens 2x plus s. Xo'p, davom etamiz. Demak, keyingi misolimiz ikkinchisi. Ya'ni bu 1 taqsim 1 plus 4x kvadrat holati bo'lsa. Endi shu narsani agar integral ostida o'sha dx taqsim shu 4 plus x kvadrat bo'lsa-chi, bu 4x kvadrat. Bu 4 plus x kvadrat. Xo'p, integralni hisoblashimiz kerak. Demak, bunda ham bu yerda 1 plus x kvadrat holatida bo'lish kerak edi, lekin bu yerda 4 plus x kvadrat turibdi. 4 ni demak 1 plus x kvadrat holatiga keltirish uchun nima qilish kerak? Bu ifodani surat mahrajini 4 ga bo'lamiz. Masalan, dx taqsim 4, dx taqsim 4 mahrajdagini ham 1 plus bu x taqsim 2 ning kvadrat hisoblanadi. Endi bu yerda suratdagi 1 taqsim 4 ni ham yana ozgina shakllantiramiz. Demak, integral belgisi 1 taqsim 4 da, demak 1 taqsim 2 ko'paygan 1 taqsim 2 ko'paygan dx shaklida yozib turib, 1 taqsim 2 1 taqsim 4 1 taqsim 4 beraveradi. 1 plus o'sha x taqsim 2 ning kvadrat. Mana 1 taqsim 2 ni d ga olib kirib ketasiz. Demak, teng integral osti 1 taqsim 2 ko'paygan d 1 taqsim 2 d ga kirsa, bu x taqsim 2 bo'lib qoladi. Taqsim 1 plus o'sha x taqsim 2 ning kvadrat. Ana endi 1 taqsim 2 ni integraldan chiqarib olamiz va integral ostidagi ifodagini mana bu x taqsim 2 ni vaqtincha t deb belgilashga kiritsak, demak, d t taqsim 1 plus t ning kvadrat holatiga keladi. Demak, yana o'sha narsa dt taqsim 1 plus t kvadrat mana bu yerda ko'rsatilgan arctangens x plus s ning integrali edi. 1 taqsim 2 turaveradi. Demak, bu arctangens t plus s. Faqat o'sha 1 taqsim 2 arctangens t sini o'rniga qaytarib qo'yib qo'yamiz. T nima edi? T x taqsim 2 edi. Shu x taqsim 2 ni bu t o'rniga qaytarib qo'yib qo'yamiz. Demak, x taqsim 2 plus s holati bo'ladi. Javobimiz 1 taqsim 2 arctangens x taqsim 2 plus s. Endi
bu yerda formula hosil qilib qo'yish mumkin bo'ladi. Masalan, 1 + 4x kvadrat holati bo'lsa, mana bunday holatda javob chiqar ekan. Taqsim artangiz 2x + s yoki 4 + x kvadrat holati bo'lsa, mana bunday holatda integral javob chiqar ekan. Demak, biz bu yerda formula yozib qo'ysak bo'ladi. Masalan, dx taqsim 1 + masalan a x kvadrat bo'lsa, buni demak mana 1 + 4x kvadrat integral 1 taqsim artangiz 2x + s bo'lib turgan bo'lsa, demak buni ham demak formulasini demak 1 taqsim ildiz ostida a, ya'ni x kvadrat kasini a ni ildizni chiqarib, mana yerda 1 taqsim turibdi, e'tibor berasizlar. Artangiz 2x turibdi, o'sha ildiz ostida a x + s holatida qo'ysak bo'ladi. Yoki bo'lmasam dx taqsim shuni 4 + x kvadrat deydigan bo'lsak, ya'ni 4 o'rnida agar tasavvur qiling, biror a kvadrat bor yoki a bor desak, demak shuni integrali mana bunday holatda bo'lishi kerak ekan. Demak 1 taqsim 2 bo'lsa, demak bu ham 1 taqsim ildiz ostida a artangiz demak x ta a ga, x ildiz ostida a ga nisbatan x taqsim ildiz ostida a + s holati. Buni yodlab olganimiz yaxshi. Buni misollari demak juda ham ko'p uchraydi. Xo'p. Demak davom etamiz. Xo'p, buni misollari o'sha maktabda yangi darsligida ham bor yoki o'sha oxirgi paytda 2022, 2023, 2024-yil DTM testlarida uncha tushgan savollari. Ya'ni endi hozir osonroq savollar ko'ryapmiz. Sekin-sekin bularni murakkablashtirib boramiz. Xo'p, endi masalan, keyingi misolimiz, 3-misolimiz. Aytaylik, shu integral ostidagi dx taqsim masalan, aytaylik 3 + 5x kvadrat bo'lsa-chi. Mana shunday holat bo'lsa. Xo'p, biror sonning kvadrati bo'lishi shart emas aynan. Bu yerda 3 va 5 sonlarni demak o'xshatib olsak bo'ladi. Masalan, surat mahrajda birinchi o'rinda 3 ga bo'lmoqchiman men. Masalan, dx taqsim ildiz ostida dx taqsim 3 ga bo'lyapti surat mahrajda dx taqsim 3 taqsim mahrajdagi 1 + o'sha 5 taqsim 3 x ning kvadrati. Ana endi 5 taqsim 3 ga e'tibor berasizlar. Xo'p, bu yerda 5 taqsim 3 koeffitsiyentni demak o'sha suratda ham hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Yana davom ettiradigan bo'lsak, demak integral suratga demak mahrajdagini bu 5 taqsim 3 ni men yozyapman. Dx taqsim ildiz 3 suratdagi yo'q, dx taqsim 3 turibdi, suratdagi ildiz 3 emas. 3 taqsim mahrajdagi 1 + 5 taqsim 3 ni ildiz ostida 5 taqsim 3 keyin ko'paygan x ning kvadrati desak bo'ladi. Buni ham desak bo'ladi. 5 taqsim ildiz 5 taqsim ildiz 3. Endi shu narsani suratda hozir qolish uchun nima qilish kerak? Suratda demak integral belgisi 1 taqsim 3 ni 2 ta 1 taqsim ildiz 3 deb yozsa bo'ladi. 1 taqsim ildiz 3, 1 taqsim ildiz 3 deb yozsa bo'ladi. Keyin bizga ildiz 5 dan ham kerak ekan. Yoniga yana ildiz 5 taqsim 5 ta ildiz 5 taqsim ildiz 5 deb yozib olamiz va keyin o'sha dx bor. Desak, mahrajda 1 + o'sha ildiz ostida 5 taqsim 3 x ning kvadrati qoladi. Biz ildiz ostida 5 dan va 1 taqsim ildiz 3 ni ko'paytirish 5 taqsim ildiz 3 va buni keyin olib kirib qo'ysak, demak 1 taqsim ildiz 15 qolib ketyapti. Demak soddalashtiradigan bo'lsak, integral suratda 1 taqsim ildiz ostida 15 da burchakda ildiz ostida 5 taqsim 3 bo'ladi. Keyin x taqsim mahrajda xuddi shunaqa 1 + demak ildiz ostida 5 taqsim 3 x ning kvadrati holatiga kelyapti. Ildiz ostida 5 taqsim 3 x ildiz ostida 5 taqsim 3 x belgilashga kiritamiz. Demak integral belgisi 1 taqsim ildiz ostida 15 turibdi. Demak belgilashga kiritsak dt taqsim mahrajdagi 1 + o'sha t ning kvadrati holatiga keladi. 1 taqsim ildiz 15 ni d dan chiqarib oladigan bo'lsak, bu o'sha arktangizda, demak buni javobi 1 taqsim ildiz ostida 15 1 taqsim ildiz ostida 15 kechirasizlar, bu yerga ketdi. Arctangiz t + s. Tani o'rniga qaytarib olib kelib qo'yamiz. Demak 1 taqsim ildiz ostida 15 arctangiz t ni o'rniga esa o'sha ildiz ostida 5 taqsim 3 olib kelib qo'yamiz. Ildiz ostida 5 taqsim 3 x keyin + s degan javob chiqadi. Mana shunaqa. Bu yerda arifmetikasi ozgina murakkab xolos. Lekin formula o'sha. Xo'p, 4-misolimiz. Bu misolni yana murakkablashtiramiz. Masalan, integral belgisi ostida dx integral belgisi ostida dx taqsim masalan x ning kvadrati + 2x + 3 holati. Bu yerda ham to'la kvadrat holati bor, faqat kvadrat 3 xat ko'rinishida bo'lishi mumkin. Masalan, buni soddalashtirib olsa bo'ladi. Suratda dx
taqsim bu yerdagina 2 plus x plus 1 ning kvadrati holatda yozib olish mumkin bo'ladi bundan bunga o'tishda. Chunki aynan plus 3 plus 1 plus ketsak, x ni ajratsak, bu qolgan x plus 1 kvadrat bo'lib qoladi. Va bu yerda yana bir narsa, siz bilishingiz kerak bo'lgan narsa bu, masalan, dx ni d xohlasangiz mana x plus 1 shaklida yozib olishingiz mumkinligi. Bu siz uchun biror bir qoida bo'lursin agar bilmaydiganlar bo'lsa. Chunki dx differensiallash bu xosliga o'xshagan holat. Masalan, dx x ning xoslasi yoki x plus 1 ning xoslasi. X va x plus 1 xoslalari teng hisoblanadi. Differensiallari ham teng albatta. Demak, biz bu yerda buni davom ettiryapmiz. Integral belgisi suratdagini dx plus 1 holatda yozib olamiz. Taqsim maxrajdagini ham demak 2 plus o'sha x plus 1 ning kvadrat holat. Lekin bizga bu 2 kerak bo'lmaydi. 2 ni yo'qotishimiz kerak. Ya'ni surat mahrajda o'sha aytganimiz 2 ga bo'lamiz. Integral dx plus 1 taqsim 2 taqsim mahrajda 1 plus buni x plus 1 taqsim ildizosi 2 ning kvadrati olsak. Chunki mahraj 2 bo'ladi, lekin o'sha ildizosi 2 ni 2 ni kvadrat shaklida yozadigan bo'lsak, ildizosi 2 ni kvadrat bo'lgani uchun shu holatda yoza olish mumkin. Hop, 1 taqsim 2 ni yana o'sha 1 taqsim ildizosi 2 desak bo'ladi va yana bitta 1 taqsim ildizosi 2 ni d ga olib kirib ketganimiz hisobiga x plus 1 taqsim ildizosi 2 holatda yozsa bo'ladi. Taqsim mahrajda ham xuddi shunaqa 1 plus o'sha x plus 1 taqsim ildiz ostida 2 ning kvadrati bo'ladi. Keyin mana bu ifodani belgilashga o'tamiz t deb, bu ham t ga o'zgaradi. Shunda 1 taqsim ildizosi 2 ni integraldan chiqarib olsak, buni t desak, demak yana o'sha dt taqsim 1 plus t ning kvadrati holatiga keladi. Keyin buni o'sha nima qilamiz? Arctangens t ni mana 1 taqsim dx taqsim 1 plus x kvadrat arctangens x da demak t bo'lsa, demak bu yerda arctangens t ketadi. Arctangens t plus faqat t ni o'rniga qaytarib qo'yishimiz kerak bo'ladi. 1 taqsim ildizosi 2 arctangens t nima edi? T bu ifoda edi, ya'ni x plus 1 taqsim ildizosi 2 plus s. Javobimiz mana shunday qolib ketadi. Bo'ldi, 1 taqsim ildizosi 2 arctangens x plus 1 taqsim ildizosi 2 plus s. Bu yerda mana bunday misolimizda javob. Mana shunaqa. Savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qo'yasizlar. Demak, davom etaveramiz. Keyingi misollarimiz. Demak, bu ifodalarda yana ham murakkabroq holatda anaqa qilish mumkin. O'sha arctangesga o'xshaydigan misollarini yana ham murakkablashtirib yozsa tuzsa bo'ladi. Ulardan ham hozir yana bitta ko'ramiz. Bundan ham murakkabrog'i, demak, masalan, 5-misolimiz hisoblanadi. Ya'ni integral ostidagi, masalan, o'shada x taqsim tasavvur qiling x kvadrat plus 3x masalan plus 5. Mana shunaqa. Aytgancha, bitta narsaga e'tibor berish kerak. Mana shu maxrajdagi kvadrat uchxatingizni diskriminanti manfiy bo'lishi shart. Agar diskriminant manfiy bo'lmasa, siz bu holatda arctangesga olib kela olmaysiz. Diskriminant manfiy bo'lgan kvadrat shart bo'lishi shart. To'la kvadrat yasaymiz. Demak, nima qilamiz uning uchun? Suratdagi turaveradi dx, maxrajdagi demak to'la kvadrat yasashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni x kvadrat plus 3 ni yozib olsa bo'ladi. 2 ko'paygan, demak 3 taqsim 2 ko'paygan x desa bo'ladi. Shunda 3x beradi plus bu yerga shu 3 taqsim 2 ning kvadratini yozib qo'yishimiz kerak. Ya'ni 9 taqsim 4. Ya'ni minus plus bu yonida 5 ham bor. Keyin minus 9 taqsim 4 yozib qo'yamiz. Chunki 9 taqsim 4 ni qo'shdik o'zimiz va uni ayirib oldik. Ya'ni bu ayirib kelsa yana 5 o'sib qolaveradi, lekin maqsadimiz mana shu uchalasidan to'la kvadrat yasab olish edi. Demak, davom ettiramiz. Integral dx taqsim bu uchalasi to'la kvadrat. Xo'p, 4 5 ko'paysa 20. 20 dan 9 ketsa, demak 11 taqsim 4 yozib qo'yapman. Plus bu esa o'sha to'la kvadrat, ya'ni x plus 3 taqsim 2 ning kvadrati hisoblanadi. Shu narsani demak surat ham hosil qilishimiz mumkin. Lekin bizga 11 taqsim 4 kerak emas. O'sha aytganimizdek, surat mahrajini 11 taqsim 4 ga bo'lib olamiz. Yana bir narsa, x ni burchagiga o'sha qo'shib olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, d demak x ni burchagiga x plus 3 taqsim 2 qo'shib oldik. Buni demak 4 taqsim 11 holatda buni oldiga yozib qo'yapman. Va surat bu 11 taqsim 4 ga bo'lganda hisobiga 1 qoladi. 11 taqsim 4 ga bo'lganda hisobiga demak 1. 11 taqsim 4 ga bo'lganda hisobiga, demak buni yoniga 4 taqsim 11 holatda yozib qo'ysak bo'ladi va x plus 3 taqsim 2 ning kvadrati. Xo'p, demak
davom etyapman. Tepadan yozib ketyapman buni davoman. Integral davom ettiramiz. Xo'p, bu 4/11 da to'la kvadratga kiritaveramiz. Shunda to'la kvadratga olib kirib ketadigan bo'lsak va bu yerda suratdagini ikkita lab yozib olaman. 2/11 ko'paygan 2/11 va ko'paytirilgan o'sha yerda x plus 3/2. Mahrajda esa bu 1 plus 4/11 demak 2/11 ko'paygan 2/11 deymiz. Yo'q, to'g'rirog'i bu 2/11 kvadrat holatda deb yozamiz. Ya'ni 2/11 ning kvadrati ko'paytirilgan o'sha x plus 3/2 ning kvadrati. Ana. Demak, bu ikkalasida kvadratlar bor bo'lgani uchun bitta yozib olsak bo'ladi. Bu 2/11 daga olib kirib ketamiz. Demak, suratda 2/11 qolyapti. Demak 2/11 daga olib kirib ketadigan bo'lsak, xo'p, x ga ko'payadi albatta. 2/11 x plus 2/11 3/2 ko'paysa 2 lar sarf etsa 3/11 qoladi. 3/11 taqsim mahrajda 1 plus hop, demak buni ham yozib olamiz. Kvadratlar bitta bo'lgani uchun bitta qilib yozib olish mumkin. Xuddi shu holatga keltirib, ya'ni 2/11 x plus 3/11 ning kvadrati holatida. Ana. Va endi mana bu ifodaga e'tibor berasizlar va bunga ham bir xil narsa belgilash kiritish mumkin. Demak, 2/11 da integralni chiqaramiz. 2/11 integraldan chiqib ketdi. Integral belgisini ostida buni belgilash kiritsak, demak d taqsim bu ham 1 plus t ning kvadrati holatda. Va bu o'sha aytganimizdek boshlangda arctangiz taniki. Demak, 2/11 turaveradi. 2/11 ko'paytirilgan arctangiz, demak, t ni o'rniga shu ifodani qo'yaveramiz. Ya'ni u mahraj berib qo'ysak bo'lar ekan. Mahraj 11 desak, demak, bu suratda 2x plus 3 holati bo'ladi va plus oxirida bilasiz s qo'shib qo'yiladi. S o'zgarmas son. Bilasiz, bu yerda doim s qo'shiladi. Javobimiz mana shunday holatda. Yaxshi misol. Xo'p, bu yana ham ancha murakkabroq misol. Buni soddalashtirish murakkab, to'g'rirog'i. Davom etaveramiz. Keyingi misolimiz. Demak, 6-misol. Demak, bundan ham sal boshqacharoq murakkabroq holatlar. Xo'sh. Buni qanday? Endi hozir arcsinusga ham ko'ramiz, undan keyin arctangizga yana davom ettiramiz aralash holatda. Hozir arcsinus holatini, demak, ba'zi bir masalalarni ko'rsak, masalan, dx taqsim arcsinusga ketyapti. Masalan, 1 minus o'sha 4x kvadrat. Xuddi arctangizga o'xshab boshlanyapti. 4x kvadrat bo'lsa, demak, bu yerdagi 4x kvadrat emas, 1 minus x kvadrat holatda bo'lishi kerak. Oldida koeffitsient bo'lmasligi kerak. Bu 4 ni, demak, suratda ham hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Qanaqa qilib? Suratda o'sha 1/2 ko'paygan 2 ko'paygan dx yozib olasiz. Mahrajdagi esa ilzosida 1 minus o'sha 2x ning kvadrati holatida yozib olinadi. Mana shunday. Keyin o'sha 2 ni daga olib kiramiz. Olib kirsak, demak, integral osti 1/2 turaveradi. D bu ham 2x ga aylanadi. Taqsim mahrajdagi ham shu ilzosida 1 minus 2x ning kvadrati deb yozsak bo'ladi. Va ildiz yopiladi. Bu yerga qazish shart emas. Mana. Va endi belgilash kirsa bo'ladigan holat. Integral osti 1/2 turibdi. Belgilash kirsak d t taqsim mahrajda ilzosida 1 minus t ning kvadrati. Demak, 1/2 ni integralni olib chiqib yozib qo'ysak bo'ladi. Keyin o'sha aytganimizdek d t taqsim ilzosi 1 minus t kvadrat bu arcsinus x deydi. Demak, arcsinus t turibdi, x masa, keyin plus s. T ni o'rniga esa qaytarib olib qo'yamiz. Demak, 1/2 arcsinus t ni o'rniga shu 2x olib kelib qo'yasiz. 2x plus s holat. Mana shu javob bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. 7-misol. Xo'p, yana o'sha bir o'rnida biror bir son bo'lsa ham xuddi o'shanda ish bajariladi, faqat bu ildizi bor bo'lgancha ozgina boshqacharoq bo'lishi mumkin. Xo'p, keyin sal bundan murakkabroq masala yechamiz. Aytaylik, integral dx taqsim. Xo'p, ildiz ostida demak x kvadratni oldi manfiy bo'lgan biror bir 3 xat yozsa, masalan 3 minus 2x minus x ning kvadrati yozadigan bo'lsak. Xo'p, ildiz ostida demak mana shunday holatda kvadrat shot berilsa.
Bu yerda to'la kvadrat yasashga harakat qilinadi yana. Dx taqsim, demak ilzosda 3 minus 2 x minus x kvadratda, xo'p, demak 4 minus 1 minus 2 x minus x kvadrat deb yozib olsa bo'ladi. Va biz aynan mana shu 1 minus 2 x minus x kvadrat bu kvadrat jihatda, ya'ni to'la kvadrat holatidagi ifoda hisoblanadi. Ya'ni dx taqsim ilzosida 4 minus nima 1 plus x ning kvadrat holati. Hop, shuni suratni ham hosil qilasiz. Faqat bu yerda 4 xalaqit beradi sizga. Demak, 4 ni ildizdan chiqarib olamiz. Integral ostida, demak, dx taqsim 4 ildizdan 2 bo'lib chiqadi. Ildiz ostida 1 minus o'sha x plus 1 taqsim 2 ning kvadrat holatiga keladi. Mana shunday. Masalan, bu holati, hozir bu 4 ildizdan chiqarilgan varianti. Ikkini suratga bo'lib olamiz. Demak, integral ostida 1 taqsim 2 bo'lib chiqadi suratga. 1 taqsim 2 dx taqsim ildiz ostida 1 minus o'sha x plus 1 taqsim 2 ning kvadrati bo'ladi. Buni biz yozib qo'yamiz. Keyin o'sha 1 taqsim 2 ni d ga olib kiramiz. Keyin uni burchagini bilasizlar, x plus 1 shaklida yozib olish mumkin. Ya'ni d 1 taqsim 2 kirsa x taqsim 2 bo'ladi. Keyin bunga 1 qo'shib olsa bo'ladi va buni kasr davom ettirib suratiga 1 qo'shib qavs yopib olamiz. Taqsim mahrajda o'sha to'la kvadrat holati. 1 minus nima? O'sha x plus 1 taqsim 2 ning kvadrati. Mana shunday. Demak, buni belgilash kiritish mumkin. Mana bu narsani tazsak, bu ham t bo'ladi. Demak, integral osti d taqsim ildiz ostida 1 minus t ning kvadrati. Keyin bu d taqsim ildiz ostida 1 kvadrat, o'sha ko'rganimizda arc sinus deydi. Demak, arc sinus t plus c hech qanaqangi koeffitsient tashqarida qolmadi. T ni 12 qaytarib olib qo'yamiz. Demak, arc sinus tamiz demaydi, x plus 1 taqsim 2. X plus 1 taqsim 2 va plus c degan javob chiqadi. Mana shunaqa. Buni oliy matematikaning savollarida ham uchratish mumkin. Ba'zi bir studentlarimiz ba'zi bir savollar so'rashib qoladi. Mana shunaqangi holatdagi integrallarni olib bering integralni deb. Mana ko'rib turibsiz, bemalol shu mana shu arc sinus yoki arc tangens integral hisoblash formulasi yordamida olsa bo'ladi. Xo'p. Davom etamiz. Menimcha ovozim eshitilyapti. Mikrofonimiz zaryadi tahlil berib tugamayapti. Bor. Hop. Keyingi misolimiz. E'tibor beramiz. 8-misol. Integral osti, demak, suratda masalan aytaylik x kub dx taqsim mahrajda 1 plus x ning hop 8-darajasi. E'tibor berasizlar. Bu ham arc tangens t holatdagi integrallash hisoblanadi. O'sha x kubni, demak, x kubni d ga olib kirish. X kub d ga olib kirilganda u d x ning 4-si taqsim 4 holatiga keladi. E'tibor berasiz. X ning 4-si taqsim 4 taqsim mahrajda 1 plus x ning 8-si turib turaversin. Hozircha uni yana o'zgartiramiz hozir. Mana shunday holatda. Ya'ni differensial d ga olib kirish nima degani? D ga olib kirish buni integrali, ya'ni x kub nimaning integrali? X ning 4-si taqsim 4. Bo'ldi. Bu yerda x 4-si taqsim 4 hosil olsangiz x kub chiqadi va u d dan tashqari chiqib qolish kerak. D ga olib kirish demak integral olish degani. Xo'p, x 8-si va 1 taqsim 4 ni d dan chiqarib olamiz. 1 taqsim 4 d x ning 4-si taqsim mahrajda 1 plus demak x ning 4-sining kvadrat holati bo'ladi va keyin buni belgilash kiritish mumkin bo'ladi. Demak, 1 taqsim 4 ni integraldan chiqarib olamiz. Keyin buni belgilash kiritadigan bo'lsak, integral dt integral taqsim 1 plus t ning kvadrati. Demak, bu 1 taqsim 4 arc tangens, mana bu dt taqsim 1 plus c kvadrat, bu arc tangens hisoblanadi. Arc tangens t plus c. Demak, 1 taqsim 4 arc tangens tani o'rniga nima qo'yib qo'yamiz qaytarib? 2 ni 4 qo'yib qo'yamiz, javob plus c. Mana shunaqa. Javobimiz 1 taqsim 4 arc tangens x 4-si plus c bo'ladi.